Tadbirda Jizzax shahar hokimi Komil Xolmurodov, Jizzax shahar prokurori Akbar Sakiyev, ta'lim sohasi vakillari, bitiruvchi yoshlar hamda ularning ota-onalari ishtirok etdilar. Marosim O'zbekiston Respublikasi davlat madhiyasi bilan boshlandi. Shundan so'ng mamlakatimizda yoshlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularning bilim olishi, zamonaviy kasb-hunarni egallashi va o'z salohiyatini namoyon etishi uchun yaratilayotgan keng ko'lamli imkoniyatlar hamda yoshlarning erishayotgan yutuqlarini aks ettiruvchi videorolik namoyish etildi. Tadbirni ochib bergan Jizzax shahar hokimi Komil Xolmurodov o'z tabrik so'zida bilimli, intiluvchan va iqtidorli yoshlar yurtimiz kelajagi ekanini alohida ta'kidladi. U bitiruvchilarning erishgan yutuqlari ortida ustozlarning fidokorona mehnati va ota-onalarning cheksiz mehr-muhabbati mujassam ekanini e'tirof etib, barcha medal sohiblarini samimiy muborakbod etdi hamda ularga oliy ta'lim muassasalarida o'qishlarda va kelgusi faoliyatlarida ulkan muvaffaqiyatlar tiladi. Bugun prezidentimiz to'g'ridan-to'g'ri rahbarlarni ta'limga, sog'liqni saqlashga mas'ul qilib qo'ydi. Sizlarning har bir ko'rsatkichlaring, har bir yutuqlaring bilinglarki, butun shahar jamoatchiligi, xususan bizni ham katta yutug'imiz hisoblanadi. Sizni zamonaviy ta'lim olib, kasb-hunarni o'rganib, jamiyatimizda munosib o'rin egallashingiz uchun yangilangan konstitutsiyamizda belgilangan beqiyos imkoniyatlar kutmoqda. Hech shubhasiz o'z bilim va ist'dodini vatanimizga munosib farzand bo'lishdek maqsadlarga saflashga bel bog'lagan siz kabi yoshlar yangi O'zbekistonning oltin fondi bebaho xazinasi hisoblanadi. Quvonchli kunda yetuklik shahodatnomasini hamda oltin va kumush medallarni qo'lga olib, mustaqil hayotga qadam qo'yayotganingiz bilan barchangizni shahar jamoatchiligi, shahar hokimligi, umuman mana shu barcha faollar nomidan, shaharning fuqarolari nomidan hammalaringizni samimiy tabriklaymiz. Marosim davomida a'lo o'qishdagi yuksak natijalari uchun 80 nafar bitiruvchi yoshlarga oltin va kumush medallar tantanali ravishda topshirildi. Shuningdek, ularning farzandlari ta'lim tarbiyasiga munosib hissa qo'shgan ota-onalarga tashakkurnomalar topshirildi. Oltin va kumush medal sohiblarini taqdirlash marosimi o'tkazilmoqda. Mana ko'rib turibsizki, hamma mana shu hayajonda, hamma mana shu marosimni kutib, ota-onalar, o'qituvchilar kutib turibdi. Shu qatori bizning ham Jizzax shahar maktabgacha va maktab ta'lim bo'limiga qarashli 17-umumiy o'rta ta'lim maktabining bu yilgi 130 nafar bitiruvchilaridan 6 nafar o'quvchimiz mana shunday mukofotga loyiq deb topildi. Muhtaram prezidentimizdan berayotgan imkoniyatlardan foydalanib, biz 11 yil davomida a'lo baholarga o'qib, 6 medal qo'lga kiritdik. Bundan tashqari, muddatidan oldin talaba bo'ldim, ya'ni Diplomatiya universitetiga 189 ball to'plab grantga o'qishga kirdim. Albatta, xursandman. Bu imkoniyatlardan unumli foydalanish kerak va katta maqsadlar qo'yish kerak. Tadbir yakunida esa 5 tashabbus olimpiadasi doirasida sportning voleybol turi bo'yicha Jizzax shahar bosqichida g'olib bo'lgan jamoalar ham munosib taqdirlanib, ularga diplom va esdalik sovg'alari topshirildi. Oltin medal bilan maktabni tugatib, hayotga yo'llanma olyapti. Mana shu Jizzax shahrini obro'si, davlatimiz tomonidan yoshlarga qilinayotgan imkoniyatlar, haqiqiy o'z kuchlari bilan maktablarda oltin medal bilan tugatib, o'z o'rnini topib ketadi hayotda deb o'ylaymiz. Mana shu yoshlarimizga oliy ta'lim muassasalarida o'qishga, a'lo baholar bilan o'qishga, o'z o'rnini topishga, xalqimizga xizmat qilishga umid qilaman. Aytish joizki, mazkur tadbir yoshlarning bilim va iste'dodlarini e'tirof etish, ularni yangi marralar sari intilishlarini qo'llab-quvvatlashga hamda sport va ta'lim sohasida erishilgan yutuqlarni munosib e'tirof etishga xizmat qildi.